Agrobank bilan hamkorlikda mana shu agromarkazda ochyapmiz. Agrobankdan 3,5 milliard so'mlik kredit oldik imtiyozli. Agromarkazimizda agrolaboratoriya, agroapteka, bankomat, qishloq xo'jalik texnikalari oldik. Bundan tashqari agroximiya mineral o'g'itlarini olib, uni ham aholiga tarqatyapmiz. Laboratoriyamiz qishloq xo'jaligidagi yerlarimizni, yer tahlilini, unumchanligi tahlilini va o'simliklarni unumchanligini, zararkunandalarga qarshi tahlillarini hammasini chiqazib beradigan mutaxassislar jalb qilganmiz. Mutaxassislarimiz bor, faoliyatni boshlayapmiz. Bundan tashqari qishloq xo'jalik fermerlariga xizmat qilish uchun to'kirlik sexini ochdik. Bu ham qishloq xo'jalik texnikalarini ta'mirlashga o'zini yordamini ko'rsatadi. Bundan tashqari shu anomizda tikuvchilik seximiz ochdik. Ish faoliyatini boshladik. Buxanka non ishlab chiqarish seximiz ish faoliyatini mana shu aholimizga mana issiq buxanka nonlarini yetkazib beryapmiz. Mana shu yerda hamma sohamiz bo'yicha 24 ta kishini ishga jalb qildik. Hali buni yana kengaytirib, shu yerda aholimizga qulayliklar yaratish maqsadida sport zali ham ochyapmiz. Mana inventarlardan olib kelganmiz. Shularni jamlab, nasib bo'lsa sport zalini ham ishga tushiramiz.